Hammaga assalomu alaykum. Aziz aka-ukalarimiz, aziz musofirda yurgan aka-ukalarimiz kanalimizga xush kelibsizlar. Xudo xolasa aziz birodarlarimiz, aziz aka-ukalarimiz, videomizni ko'ryapsizlar. Biz bir murojaat bilan keldik. Mana uyda ahvolni qarangizlar, aziz aka-ukalarimiz. Yana nima deymiz? Videoni oldi bilan shu videomizga like bosib, ya'ni shu videomizni tarqatib qo'yishga iltimos qilamiz. Ya'ni bu adresimiz Nosiriy Xusrov, ya'ni Bishkent 1da bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda aziz musofir, aziz aka-ukalarimiz, aziz opa-singillarimiz. Ya'ni nima deymiz? Mana shu uyda xudo xolasa sizlarga polni ichkarida sharoitlarda, ya'ni oila nima yeyapti, nima ichyapti, men sizlarga polni batafsil tushuntirib ketamiz aziz aka-ukalarimiz. Operator kim qa? Aziz aka-ukalarimiz, aziz musofirlarimiz, mana ko'rib turganlaringizda sizlarga polni ichkarini ko'rsatib beramiz. Sharoitlari juda ham og'ir aziz aka-ukalarimiz. Mana uyda ahvolni ko'ryapsizlar. Masalan, ba'zi bir odamlar aytishi mumkin, uyi bor, yashayotgan joyi bor deb. Yo'q, adashasiz. Qishga kelsak, qish payti mana shu uydan suv o'tib, ya'ni dabdala bo'lib, ya'ni tog'da oldi, berga itlar ham keladi, bo'rilar ham keladi, ya'ni bu oilaning ikkita yosh balasi bor, yosh gudogi bor. Juda ham sharoit, juda ham qiyin aziz aka-ukalarimiz. Mana sharoitni sizlarga ko'rsatib o'taman. Ya'ni bixonadan iborat bo'ladi, ko'rib turganlaringizda. Xonadan iborat bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizda, mana hozir bittasi o'tiradigan xona bo'ladi. Ya'ni bunisi bir skalatda gapini ko'rib turganlaringizda aziz aka-ukalarimiz, hozir ichkarini ko'rsataman. Keyin operator. Bismillah. Aziz aka-ukalarimiz, mana ko'rib turganlaringizda, mana ichkari xonasi, mana ichkari xonasi. Mana kostovoqlarda ko'ryapsiz, mana kostovoqlarda mana shu yerda mana sharoit shundan iboratda. Mana aziz aka-ukalarimiz, mana qarang sharoitni. Mana pechkani ahvolini qarang, mana pechka mana shunday, mana aziz aka-ukalarimiz ko'ryapsizlar, mana patolog, mana qop-qora ketgan patolog emas, ya'ni kardan qog'oz qo'yilgan taxtani ustidan. Ya'ni mana loyshvaq deydi aziz aka-ukalarimiz, mana loyshvaq bu yo'q, mana ishga turgan emas, loyshvaq mana. Ya'ni yashayotgan joyi ham shu yerda, mana yashayotgan joyi ham, jotoq joyi ham shu yerda, mana ko'rpasi ham shu yerda, mana beshiklarida ham shu yerda. Xudo xolasa mana ya'ni biz mart akalarimiz chiqib qolishi mumkin. Qani videoni boshla, Muslim Ishmati, biz yordam beramiz, qarab turmaymiz degan aka-ukalarimizni shu videomizga bitta like bosib, ya'ni kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Ya'ni boshqa bratlarimizga ham, ya'ni musofirlarimizga ham shu videomizni podelitsiya qilib tarqatib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz aziz aka-ukalar. Nima deymiz, bo'lmasa tashqarida ham ko'rsatib o'tamiz. Hozirgingiz. Aziz aka-ukalarimiz, mana ko'rib turganlaringizda mana ikkinchi xonasi bo'ladi. Nima desam bo'ladi? Biz so'z emas, mana taxta xos bu yoqda. Keng operator, yaqinroq kelavering. Mana ko'rib turganlaringizda mana ya'ni xos qo'yilgan bu yerda kalamush, chichqon, yoz payti bu yerdan bir jilon, boshqa narsalar ham chiqadi. Endi ko'rib turganlaringizda hammani esa uyilyapti. Kengizlar aziz aka-ukalarimiz, aziz birodarlarimiz, kuch birgalikda deydi. Xudo xolasa mana shu kuch berib, xudo xolasa mana shu oilani ham sharoitlarini to'g'rilab berib, ya'ni uyini bir yaxshiroq qilib, bir xudo xolasa nima desam bo'ladi, bir mana shu ro'za Ramazon oyida xudo xolasa bir ihson qilib, mana shu uylarni to'g'rilab bersa xudo xolasa. Aziz birodarlarimiz, mana ko'rib turganingizda mana uyda tashqi holati bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizda mana tashqi holati. Keling operator, keling. Ya'ni so'rashlaringiz mumkin, qayerga ovqat qiladi, qayerga pishiradi narsalarni deyishlaringiz mumkin. Mana oshxonasi bilan operator kelavering. Mana oshxonasi, mana ko'ryapsizlar. Mana qish payti berga biron narsa pishirib bo'lmaydi aziz aka-ukalarimiz, aziz birodarlarimiz, aziz musofirlarimiz. Usti ochiq, mana ikkita oshxona, bitta tondir. Qish payti berga biron narsa qilib bo'lmaydi. Sharoiti mana shu aziz aka-ukalarimiz. Mana endi uyda orqasini ko'ryapsizlar, bunaqa zebir yo'q. Operator kelavering. Mana uyda orqasi bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Mana bundan moshina o'tadi, mana uyda orqasi. Mana zebir bo'ladi. Ya'ni bu oilaga juda ham qiyin aziz musofirlarimiz, mana ko'ryapsizlar. Bu yoq zebir, bu yoq tog' bo'ladi. Qish payti berga itlar, bo'rilar shu o'rmalab keladi deb nima qilayin deb mana uyga egasi bizga murojaat qildi. Murojaat bo'yicha keldik aziz aka-ukalarimiz. Xudo xolasa qarab turmangizlar. Shu xonadonni ham bir uy qilib berib, xudo xolasa bir
nima deymiz, ya'ni yeyotgan, ichayotgan, ya'ni bir tiklab beraylik aziz aka-ukalarimiz. Hozirgingiz. Siz ayting. Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar. Yaxshimisizlar, yaxshi yursizlarmi? Iltimos, menga yordam qilingizlar. Mana shu ukamni men chaqirgan edim. Mana shu vaziyatim og'irlikdan, sharoitim yo'qlikdan chaqirtirgan edim. Iloji boricha iltimos. Sharoitim juda ham og'ir, juda ham qiyin ahvoldaman. Shuning uchun iltimos sizlardan, kimki meni agar ko'rib turgan bo'lsa, iltimos sizlardan yordam beringizlar. Iloji bo'lsa biron joydan biron tomorqagaman, uygaman. Nima narsaga bo'lsa yordam qilingizlar, iltimos sizlardan. Mana shu 2 go'dagim bor mening. Aziz aka-ukalarimiz, mana ko'rib turganlaringizda yangidan so'zlayapti, eshitdingiz, nima degan, masalan, sharoitni sizlarga aytib o'tdi. Mana iloji yo'qligidan bizlarni chaqirib, telefon qilib, o'zlaringizga aytib ko'rsatib o'tdi. Nima deymiz aziz aka-ukalarimiz, sizlardan bitta iltimos, mana shu videomizga like bosib, ya'ni kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Shu videomizni ya'ni kerakli insonlarga podelitsiya qilib yuborib qo'yishlaringizni ham so'rab qolamiz aziz aka-ukalar. Shu ro'za Ramazon oyida Xudo xolasa mana shu oilaga yordam berib, Xudo xolasa sharoitlarni to'g'irlab, mana shu uyini ham bir to'g'irlab, bir ta'mirlab, Xudo xolasa bir yashaydigan uy qilib berishga niyat qilganmiz. Endi avvalo nima deymiz, sababchi ya'ni bizlar, ya'ni sizlar bo'lib qolamiz. Endi qolgani Xudodan bo'ladi, Allohdan bo'ladi. Aziz birodarlarimiz, nima deymiz, mana shu ekranni betiga telefon nomerni qo'yib qo'yamiz. Biroz dushamiz etib, biroz Sberbank bo'ladi, Xudo xolasa. Mana shu telefon nomerlariga ya'ni ihson qilishlaringiz mumkin, ya'ni yordam qilishlaringiz mumkin. Yanga qarang, hozir ovqat qilishga narsangiz bormi, yo'qmi? Faqat to'g'risini ayting. Hozir to'g'risini aytsam, sharoitim og'irlikdan uyimda hech narsam yo'q. Hech narsa yo'q hozir. Hech narsa yo'q. Mana go'daklarim osh-ovqat deydi, hech narsam yo'q. To'g'risida, yashirib nima qilaman? Hech narsam yo'q. Mana shu go'daklarim shuning uchun janjal qilyapti. Aziz aka-ukalarimiz, hozir videoga ko'rdilaringiz, uyda ichida ya'ni non qilgan, mana shu kelishimiz oldimizdan yangamiz non qilib, ya'ni uyda ichiga izib qo'ydi. Ovqat, produktda unda narsa uyda yo'q. Mana shu oila, mana shu ikkita go'dak, mana shu nonni yeb o'tiribdi-da, mana aziz aka-ukalarimiz. Ya'ni biz ba'zi bir aka-ukalarimiz bor, puli bo'lib turib, kusasiga masalan, bir odamlar bugun qaysi restoranga borib ovqatlanaman deyotgan aka-ukalarimiz mana shu videomizni tarqatib qo'yasizlar. Lekin bu oilaga kelsak, bu oila bugun kechqurun nima yeyman ekan deb mana shuni xor zor o'tiribdi aziz aka-ukalarimiz. Videomiz juda ham uzun ketdi. Xudo xolasa sizlarga keyingi videoga ko'rishamiz. Xayr, omon bo'linglar.